Uglovoyda joylashgan uyda, to'g'rimi, Timur? Da, ko'cha, Trufildan birinchi ko'cha. Ha, Trufildan birinchi ko'cha kirdim, o'ng qo'lga keldim. Bo'ldi, eshigini och, ikkita darvozali-da, to'g'rimi? Da, bu asosiy darvoza, Bu garajning darvozasi. Narxga lekin o'rta. Qani, bismillahir-rohmanir. Narxiga zo'rmi? Ko'pchilik akalariga. Aha. Nechi pul sotiga? Tak, 49900. Sразу videoni boshlab yuboramiz-da. 49900 dollarga Amur Temur mahallasi Trufil restoran bo'lardi, hozir yopilib ketgan. O'shandan shunday o'ng qo'lga birinchi ko'cha kirib keldik. Ikkinchi ko'cha o'ngga kirganimizda joylashgan. Rovni 6 sotixli hovli ekan. Holat qanaqa? Ichlarini bitta ko'rsatsa bo'larmikan ichini? Xo'p, bu bizani oshxona qismimiz ekan. Mebellar qo'yib qo'yilgan, tayyor. Bu yoqda hol, o'tiradigan kaminlarigacha qilingan. Hozir men fasadlarini yozib olgan edim telefonimga, men zametkaga. Fasad qismimizni 25,5 metr ekan. Uzunasiga bo'lsa 23,7. Rovni 6 sotixli hovli. Quruvchi akalar kelsa bo'tga nechta uy chursa bo'ladi? 3 ta churvorsa bo'larmikan? Kichkina bo'ladi, kompakt. Uglovoy-ku mana qara, oldi bor. Bu yog'imizda ham ko'cha. Shunda общий 3 ta idealniy proyekt qimmat qilib joylasa bo'ladi. Chunki bu tuje Mirzo-Ulug'bek tumani. Amir Temur mahalla desa, любой odam biladi. Почти Centralnocharskiylargacha yetib qoldi deb. Buni ham urovini hozirgi kunda plus-minus yetib qoldi. 49901 sotix uchun har doimgidek o'rta kashlasiz primoy joyi egasini telefon raqamini yozib qoldiramiz.